Har bir odamni boy qilaylik, o'zi soliq to'laydi. Uni bechorani oldin talon-taroj qilib qanday soliq to'laydi? Endi odamlar o'zgaryapti. Endi ishonyapti. Darrov uni boshiga "Sen aqlli moliya vaziri yangi bo'lsang, o'yla noinsof. Atrofingdagilarni qayda var hammasini." Yangi o'sha odam mana Qo'chqorov sherdami? Kecha gapirgan gapini oldi. Agar o'zgarish qilmasa, men sizlarga oldinga aytayapman. Bir oyda buni ham ishdan olaman. Menga bundaqa moliya kerak emas. Hammasini haydaydi moliyada o'tirgandagi. Bitta Astrogorskiy degan noinsobni haydaganman, uni hidi kelib turibdi menga. Tashqaridan turib biriktalar hali ishlayapti. Menga undaqa moliya, bunga vatanni sevgan, o'zbek millatini, o'zbek davlatini, o'zbekda yashagan har bir fuqaroni ertangi kunga befarq bo'lmagan moliyani boshqa kerak menga. Men yertayda e'lon qilmasa bilaman. Xudoga shukr, men 10 yil bosh vazir bo'lib, kabineti qarovlab o'tirganim yo'q. Qo'lni ko'lda nima bo'layotganini bilaman. Boysunda nima qilganini bilaman. Qo'rg'ontepada qanday otni kim minganini ham yaxshi bilaman. O'rtoq Qo'chqorov o'zini past ostidagi o'zi yangi vazir, lekin u eski illat qolganlar hammasi pastda o'tiribdi, u kalamushdan qolganlar. Ularni yo'q qilmagancha men bu odam bilan ishlamayman. Kecha aytdim. Senga 10 kun so'roq, hammasini haydaysan dedim. Birrontasi qolmash kerak. Yoshgina tajriba kerak emas. Mana shu millat sevgan odam kerak. Qat'iy nazar qaysi millatdan bo'lishdan. Mamlakatni sevgan odam kerak. Shu vatanning fuqarosi, shu xalqning bir vakili va mana shu yo'l transport tizimini bir a'zosi sifatida, foydalanuvchi sifatida bu haqida gapirishga majburman. 12 balli tizim eng nohaq tizim deb bilaman. 100% bu gapimni isbotlab beraman. Qanaqa isbotlab berasansiz, mana bitta misol bilan tushuntiraman. Qarang. Inson faktori umuman inobatga olinmagan. Nima uchun? Masalan, 70 yuradigan joyi, masalan, shahardan tashqariga chiqdi, 70 yuradigan joy, 75 gacha ruxsat bor, limit bor, 5 ta bilasizlar. 76 yurib qo'ydingiz yoki 77 yurib qo'ydingiz. Bilmadingiz, mashinangiz tez, elektromobil, sal bossangiz tezlashib ketadi. Butun vujudingiz bilan spidometringizni qarab ketyaptidingiz, sal chalg'idingiz, sal tezlashib qoldi, radarda 76 o'tib ketib qoldingiz. Jarima ham keladi. 05 balam yoziladi. Qarang, qanaqa nohaq, nimaga shu yerda inson faktori umuman inobatga olinmagan? Mana bo'lgan voqea texnik pogрешность masalasini ijobiy hal qilmasdan turib 1 km/soat tezlik uchun ham jarima balli rasmiylashtirish bu haydovchilar hamjamiyatiga nisbatan yo qasd, yo xato, yo xiyonat. Bundan boshqa ta'rif topa olmadim. Yo qasd, yo xato, yo xiyonat. Ko'p o'zgarishlar qilyapmiz, lekin birovga ko'z qilish uchun emas, o'zimizni, xalqimizni dardi bilan yashash. Mana men eng yuksak qadriyat inson qadri deyman. Odamlarimizni rozi qilish va qadrini ko'tartirish va bundan katta boylikni o'zi yo'q. Hamma qilgan ishlarimiz tagida adolat, tizim yaratib berib, davlat ajratgan pullarni joy-joyiga yetkazganimiz uchun odamlar adolatga mehri bilan qarayapti. Bizning yo'limiz to'g'ri va o'zbek xalqi bu kunlarda juda ko'p niyat qilgan.